Akalar bu telefon o'zi bunga holatda zavoddan keladi, sababi kraskalar bilan birga. Fotografiyalar hozir yechayotgan jarayonimizda sizlarga video qilyapmiz. Mana oppoq rangligimiz bu. Mana bu ham oppoq rangligimiz. Qalinligi akalar hozir juda ham ko'p ishlatayotgan tulkamiz 0.4 qalinlikda akalar. Endi sizlarga men 0.4 qalinlikda tulkani ko'rsataman. Kelinglar. Xo'p, akalar mana 0.4 qalinlikda tulkamiz. Kamera yaqinroq keldi mana. Mana akalar qalinligi xudo xolasa cho'tki holatda bo'ladi. Orqa tomonda yozuvlari ham bo'ladi. Hozir bu yozuv yo'q joyidan ekan. Orqa tomonda üstten o'ran orqali sizlarning xonadoningizlarga materiallarni qo'l mehnati bilan bukib, egilib, qayirib, mana bu figuralarni qilamiz akalar. Shundan bittadan like bosib qo'yasizlar, qadrdonlar. Xudo xolasa endi reykalarimizdan qanaqa mahsulotlar ishlatishimizni sizlarga batafsil ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, reykalarimiz mana akalar. Reykalarimiz juda ham mana sifatli, mana reykalarimizni yaqindan ko'rsatish mumkin mana. Mana reykalarimiz yaqinroqdan ko'rsatmayman. Xo'p, akalar reykalarimiz mana. Eng asosiysi mana politaxtalar ishlatamiz biz. Politaxtalar. Tarnovlarning orqasiga ko'p yerlarda politaxta qo'ymaydi. Eslatma qilib o'tkazishimiz kerak. Ko'p ustakalarimiz shuni qo'ymayapti. Akalar, tarnovni orqa tomoniga обязательно politaxta qo'yib ketinglar. Sababi politaxta qo'ysangiz birinchi o'rinda o'ziga ham oson bo'ladi. Ikkinchi o'rinda tekis sifatli ish chiqadi akalar. Xo'p, mana bu ko'rayotgan telefonlarni shu narsalar orqali qilamiz akalar. Xudo xolasa bizning xizmatlarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Bittadan usta mehnatiga ham like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa biz bundan juda ham xursand bo'lib, sizlar uchun xizmat qilishda davom etamiz. Xo'p, akalarga ham mana shunaqa telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hozircha Samarqand, Sirdaryo, Jizzaxda ham faoliyatlarimizni olib boryapmiz. Vodiy bo'ylab albatta birgalikda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, bu videoni uyga telefon qilmoqchi bo'lganlarga albatta jo'natib qo'ying.